Bugun juma. Agar yuragingiz charchagan bo'lsa, umidingiz charchamasin. Hayot ba'zan og'ir bo'lib ketadi. Aytolmagan gaplar, ichida qolgan yig'lar, lekin Alloh yurakdagi eng mayda dardni ham biladi. U sukutdagi duoni ham eshitadi. Bugun shoshilmang, bir zum to'xtang. Nafasingizni rostlang. Allohim, bizga tinchlik ato et. Qalbimizni yengillashtiradigan sokinlik ber. Rizqimizni kengaytir. Uylarimizni fayz va xotirjamlik bilan to'ldir. Amin. Balki aynan bugun